Malibu Premier mashinasiga metan ustunovka qildik. Benzin qo'shmasdan mashina qanaqa yuradi? Endi nima zapchastlar bilan qo'yilganini hozirga ko'rsatib o'tamiz. Bunga qo'yilgan narsalar aybidan DI60 blogi, o'zimizning mashhur blog. Bu yerda yordamchi lab, i+ скоростной, mapdachik 505, AT12 reduktorlari, bu yerda zapravочный krani. Ishonmaganlar uchun mana videoni uzmasdan orqasiga shundan o'tamiz. Metan baloni turibdi. Mana metan balon. Metanning o'zida yurishlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Oldingi propandan ancha yurishlari yaxshi, lekin oldin 3 paketli metanda ham yurganman. Ancha aqlli ekan lekin. 3 paketli metanda ancha aqlli, mana korreksiyalari ham zo'r turibdi. Xudo xolasa ideal ishlayapti. Torchida mana yana bitta. Sразу olib ketyapti. Metan bo'lsa ham Malibu Premier'ga ham metanni 100% qilib muammosiz yurg'izib berdik. Senvadan asos injektor shu paytgacha hali kuyish ehtimoli bo'lmadi. Umuman kuygani ham yo'q. Undan keyin ham xudo xolasa kuymaydi. Nechta qo'ygan bo'lsa, o'sha Malibular bor, 20-30 ming yurgan Malibular bor. Boshqa jiddiy motorlarda 100 minglab yurgan jiddiy motorlarimiz bor qo'yilgan. Ularda ham shu paytgacha muammo bo'lmadi. Xudo xolasa bundan keyin ham muammo bo'lmaydi.